Mahalla obodonchiligiga qara, qo'y yo'g'lar. Qo'shni, qo'rqitmang odamni, qo'rqitmang qo'shni. Nima bo'lyapti bu yerda? Ko'rmayapsizmi, o'lcham bilan tovonim oryapti. Shunaqa ham bir suv olib chiq. Mana rais suv, mana suv. Mana. Mahallani obodonchiligiga qara. Mana unga doktor chaqir. Men piyalayman. Voy, men yani erkakmisan? Ha, erkakman. Ha, bo'lmasa, yur oshga uyingdan ko'chaga chiqmaysan. Telefon qilsang ko'tarmaysan. Ha, oshga puling bo'lmasa, ayt, halpana men to'lab yuboraman. Ha, qo'y yo'g'lar. Nima bo'lyapti bu yerda? Ko'rmaysizmi, rais? Uylangandan beri oshga bormaydi. Xotindan qo'rqsa kerak edi. Xotinidan qo'rqmaydi. Qizig'i xotin ham bundan qo'rqmas ekanda, rais. Ketdingmi do'stim? Qaqa? Oshga to'lab yuboraman deyman. Jinnimisan sen? Men prosta aytdim, xolos. Puling yo'q bo'lsa, bor uyga kir, olmali pervagini qil. Men ketdim oshga. Ye. O interjit. Kecha garsho ko'tarib yuruvding. Bugun obdashda ko'tarib olibsan. Nima muammo? Rais, uyimizda suv yo'qmi? Sharoit yo'qmi qilgani? Qarasizmi mahallaga? Men mahallani obodonchiligiga qarayman. Bular narsalaringga nova qaraydi. Qatta u nova. Mana 10-maktabda yo'qmi? Santexnika do'kon nova. Senga kerakli hamma narsa bor mana shu yerda. Unitas, rakvina, smestitel, hamma narsa bor ashadda. Ha, bu. Menga suv kerak-ku, suv yo'q bu yerda. دخترک کوشه بغلی